Tushunmadim. Buxorolik bo'lib turib vaguriyni o'xshatishyaptimi? Qanotda mana mami qismini olib tashlab mehmonga tortish kerak. Buni yeb bo'lmaydi. Pul uchun emas, xalq uchun obzorlarimni davom ettiraman. Bugun sizlar uchun G'ijduvon premiumdagi vaguriylarni yeb ko'ramiz. Qani, haqiqatan shunaqa maqtaganchalik sochni zo'rmi yoki bu ham marketingmi? Xullas, ovqatlarni tatib ko'rishni savatdan boshlaymiz. Buraqda juda ham svejiy. Mana sizlar kesganinglarda buratlarni xuddi shunaqa struktura bo'ladigan bo'lsa, bu svejiy degani. Buratda turgan sari o'zi hayoti juda qisqa bo'ladi buratlarni. Quyilib qotadi. Mana ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi. Lekin bitta tavsiya bergan bo'lardim. Ozgina pesto sous yetmayapti menga. Lekin umumiy olganda rukola svejiy, mana kidroviy orexga alohida 5, bilib qo'yinglar, qimmat turadi. Buratda juda svejiy. Молодцы. Akroshka haqida fikrimni aytishimdan oldin, sizlar akroshkani qanaqa tayyorlasizlar? Ya'ni nimada? Qattiq qo'shasizlarmi, suzma qo'shasizlarmi, kefirmi, smetanami? Yozib ketinglar kommentariyada. Akroshkani masalliqlari bir tekisda to'g'ralgan. Akroshkada va oliviyada menga shu narsa juda ham yoqadi. Akroshkaga ozgina, bilmayman, suzmani quyuqlik yetmayapti, ozgina, lekin umumiy olganda sezonni ochuv deb e'lon qilamiz. Mazasi juda ham yaxshi. Parachkalar uchun olot somsa ekan. Bu olot somsani bir tomonidan men, bir tomonidan sen yeyishing mumkin edi. Lekin afsus, hali hamon menga sovchi yuborganing yo'q. Xullas, Buxoro restoranida olot somsani buzib qo'ysa, g'irt ahmoq bo'lardi-yu, yorvosh. Bularda 3 xil vaguriy bor ekan. Vaguriymi kommentariyada yozib ketinglar. O'shalarni yeb ko'ramiz. Bunisi premium ekan, ko'ramiz endi. Nimaga premium desam, bularda mana bunaqa yumshoqgina lahm joyi bo'lar ekan va suyeli joyi bo'lar ekan. Sochni bo'lib turibdi. Asosiysi hidi yo'q. Buxoroda yegan vaguriymi, ta'mi aniq keldi. Qolganlarini ko'ramiz qanaqa ekan. To'g'risini aytsam, o'zi semichka menga uncha yoqmaydi. Kstati, nimaga semichka deyiladi? Kommentariyada yozib ketinglar. Hozir yeb ko'ramiz. Menga nimaga yoqmasligini oxirida aytaman. Nimaga yoqmasligini aytib ketay. Birinchi, semichkani o'zi ko'pi yog'li bo'ladi va ko'p joylarda hidi bo'ladi. Shu sababdan bilasizlar, men qo'y go'shtini hidini ko'tara olmayman va yog' yemasligim uchun undoq yoqtirmayman. Bu yerga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, yog'ini hisobiga juda ham ko'p chaynalyapti va ikkila vaguriy turganida men albatta premiumni tanlagan bo'lardim. Bu men yeydigan vaguriy ekan, mol go'shtidan. Uncha-muncha joylarda mol go'shtidan vaguriy qilishmaydi. Hozir mana bir galida. Juda issiq yeb qo'yamiz. Albatta qo'y go'shti kabi yumshoq emas, chunki mol go'shti endi sal qattiqroq bo'ladi. Tushunamiz bu narsani. Lekin bor, bilasizlarmi qachon go'sht yaxshi bo'ladi? Sousga botirib yeging kelmasa, o'shanda go'sht yaxshi pishgan bo'ladi. Men uchun juda ham yaxshi. Sousga botirgim kelmadi. Boya aytib o'tishdi menga, haqiqatan chesnokka privkusi kelyapti. Bu degani, bu vaguriyni yeydiganlar bo'tdan chiqib keyin o'pishish atmen. Hazır. Mazasi juda ham yoqdi. Xullas, 3 ta vaguriyning ichidan bunisi mol go'shti va premium menga 100% yoqdi. Semichka endi na любителя deydi, sizlarga balkim yoqadi, menga uncha yoqmadi. Endi zavotoy krылышка ekan bo'ladi. Yeb ko'ramiz. Qani bismillah. Qanotga keladigan bo'lsak, qanot sochni pishgan, lekin bor. Ko'pchilik biladi, powerlar ham bilish kerak bu narsani. Mana bu qismni olib tashab tortgan ma'qul. Nima sababdan olib tashlash kerakligini sizlar bilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Lekin maza jihatdan молодцы. Qanot menga yoqdi. G'ijduvon bo'lgandagi G'ijduvon shashligini yeb ko'rmaymanmi? Qani bismillah. Xullas, endi G'ijduvon premium deyilgandagi G'ijduvon shashligini o'xshata olmasa sharmanda bo'lar. Sochni, charvani hidi yo'q. %100 bu shashlikni yeb ko'rishni maslahat beraman. Undan tashqari, mana bu. Biz endi patr deymiz, Buxoroliklar fatr deydi. Nimaga fatr deshadi bilmadim. Kommentariyada yozib ketinglar bilsanglar, juda ham mazali. Xullas, shashlikga bitta alohida, har doimgidek 5 emas, 6. Shuncha yegan ichkarim arzimagan 1.952.000 so'm bo'libdi. Kamptili berishar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Qimmat marzonmi? Menimcha juda ham shiqavat narx. Sababi, men 500 gram, 600 gram vaguriy yeganim yo'q. Salkam 3 kilo vaguriy yedim va boshqa ovqatlar yedim. Endi fikrimga keladigan bo'lsa, atmosferadan boshlayman. Atmosferani juda ham chiroyli, haqiqatan premium darajada qilib qo'yishibdi. Eng asosiysi, stolida haqiqiy живой gulli turibdi. Iltimos, restoran, kafelar, искусственный gul umuman qo'ymanglar. Общий zalligi bor ekan, juda ham shinam chiroyli. Undan tashqari VIP kabinkalar bor ekan. Bemalol alohida bo'lib kelib o'tirsanglar bo'ladi. Har kuni kechqurun kelib jonli musiqalarni bemalol eshitsanglar bo'lar ekan. Servis borasiga keladigan bo'lsak, boshqa ofitsiantlarni bilmadim. Bizga Farruh degan bola xizmat ko'rsatdilar va haqiqatan xizmat ko'rsatish darajasi вообще молодец. Именно Farruh ishlari menga juda ham yoqdi. Umumiy olganda 10 balldan smela 8,5 ball, qo'rqmasdan даже 9 ball qo'ygan bo'lardim. Hozir hammanglar, pul olgansan deysizlar. Buxoroliklar puli ko'p, $20,000 oldim. Arzon qo'ymanmanmi? Keyingi safar qattiq obzor qilamiz. Kommentariyada yozib ketinglar.